Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız leksiyada. Sizi qacırız, Washington'dan sözleyimiz. Bugün çislaq 2024 yıl 10. ayının 25. günü haftaga cuma vatandaş. Bugün sizlerge sözleydiğin leksiyalardan avval iki kelime vaziyet doğrusu toxtalaylı tünügün. Toxtaldık Çavşan, Ukraynaga qarşı Rusiyaga yordam berish uchun askeriy qismlar chiqadi degan mazmunda so'zladik. Bugun, ya'ni shuning munosabatli bugungi yetib kelgan xabarda hozir Aqsaray bu masalaga ifoda bildirdi vatandaş. Onun sirtida oldimizdagi bir hafta ichida hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan, ya'ni Davlat Mudofaa Ministerligi 5 burjaklik bino bilan Suriya Diplomatiya Ministerligi yig'in echib, bu vaziyatga qanday taqobil turishni muhokama qilishni qaror qildi. Shu asnoda tunugun, mana payshanba, bugun juma bo'lsa payshanba kuni Rossiya Federatsiyasining Duma, ya'ni parlamenti hozir Rossiya Çavşan strategik sheriklik munosabati shartnomasi imzolagan ekan, shu shartnomani Rossiya Federatsiyasining Dumasi tasdiqladi. Buni qaraganda ish taxmin murakkablashib kelyapti qanday vatandash. Bugun sizlarga mushu to'g'rida leksiya so'zlaymiz vatandoshim. Evvel materialni ko'ringlar. Mavzu mundaq. Çavşan, Çavşan emas. Avval mavzu mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlari taraf ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Çavşan armiyasi agar Ukrainada urushga qatnashadigan bo'lsa, Ukraina doiralari Çavşan armiyasini harbiy nishon deb qaraydi. Mavzuli xabar 10. ayning 24. kuni Fransiya RF Ay torbetida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika bunday ko'rsatdi. 3000 nafar Çavşan askari tarbiyalash uchun Rossiyaga avatildi. Amerika taraf bunday ogohlantirdi. Bu Çavşan askarlari agar Ukrainada urushga qatnashadigan bo'lsa, o holda Ukraina doiralari ularni harbiy nishon deb qaraydi. Harbiy nishon deb qaraydi. Shundaqla uning kayinda nima ish bo'ldi vatandosh? Balki harbiy nishon deb qaragandan keyin bu zarb beradigan harbiy nishon bo'lib qoladi vatandosh. Qaraydi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat bexatarligi komitetining bayonotchisi John Kirby 10. ayning 23. kuni bunday ko'rsatdi. 10. aydan dastlab ve çağrılarda 10. ayının o'ttirilirigacha, mesela 10. ayının 5'den 10. ayının o'ttirilirigacha bo'lgan aralıkta Çavşan 3000 nafar askarini Rossiyaning sharqiga avatdi. Yani Vladivostok qildi degan gap. Kirby, bayonotchi Kirby Aqsaray bexatarlik komitetining bayonotchisi John Kirby bunday ko'rsatdi. Bu askeri qismlar Çavşandan Vladivostokka yetib keldi. Undan keyin Rossiyaning sharqidagi bir qancha harbiy lagerga yetkazib ketildi. Hozir shu lagerda ular tarbiya elyapti. Aqsaray bexatarlik komitetining bayonotchisi John Kirby bunday ko'rsatdi. Hozir bu askarlarning urushga qatnashmaydiganligini ochiq emas. Agar bu Çavşan askarlari urushga qatnashadigan bo'lsa, unda cho'qim harbiy nishonga aylanadi. Yani bir xabar vatandoshim. Çavşan askari deb Rossiyaga yordam berdi. Çavşan Suriya Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq vakillari qattiq qilishdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligi kelar hafta davlat bexatarlik yig'ini chaqirdi.
Mavzulu xabar 10 ayının 25 günü Fransiya Arab ay doğru betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Çavuşan askar avatib Rossiyaga yordam bergan ish xalqaro jamiyatda bexatarlik krizisi paydo qilgan ahvolda Çavuşan Koreya diplomatları Birleşken Devletler Teşkilatı'da neç gündün biri qattiq elishdi. Koreya Devlet Müdafiə Ministerligi 25 günü munda ko'rsatdi. Koreyaning Devlet Müdafiə Ministeri Jin Lung-shen şu yer vaqtda 30 günü Amerika Washington 5 burcaklik binada Amerika Qo'shma Shtatlar Devlet Müdafiə Ministeri Lloyd Austin bilan 56 qatimliq, ya'ni Koreya Amerika bexatarlik yig'ini o'tkazdi. Çavuşanning askar avatib Rossiyaga yordam berganligiga o'rtaq taqobil turishni muhokama qildi. Bu yig'inda bexatarlik yig'inida Çavuşanning Rossiyaga askar avatib Ukraina urushi qatnashtirganligi to'g'risida va shuning munosabatlik muhokamalar olib borildi. Bu muhokama Çavuşan Koreya, kechiringlar, Koreya Devlet Müdafiə Ministerligi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari Ministerligi da yana Washingtonda 5 burcaklik binada o'tkazildi degan gap o'tandi. Endilikda eng oxirgi bir jumla. Rossiya Dumasi, ya'ni odatga parlament haftaning 4 kuni, ya'ni tunigun payshanba Rossiya Çavuşan umumiy yuzlik strategik sheriklik munosabati shartnomasini tasdiqladi. Ana başta aytdik, murakkablashib ketdi vaziyat degan narsa mana shu yerda. Undan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroyning ifoda bildirishi shartlik jumla bilan masalan, agar Çavuşan Rossiyaga yordam berib Ukraina urushiga qatnashadigan bo'lsa, shartlik jumla o halda Çavuşanning askariy qismlari harbiy nishonga aylandi. Yani bu deganlik harbiy nishonga aylandi degan gap harbiy zarbaga uchraydi degan gap. Vatandaş hozir Oqsaroyning ifodasi, undan keyin boshda aytdik, biz hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Müdafiə Ministerligi bilan Koreya Davlat Müdafiə Ministerligi oldimizdagi hafta, masalan Koreya Müdafiə Ministerligi aytgandek 30 kuni 10 ayının 30 günü Washington'da 5 burcaklik binada yuqorqidagi yig'in ochdi ekan. Endi bu bugun Oqsaroyning ifoda bildirishiga yetib keldi. Anda Devlet Müdafiə Ministeri Lloyd Austinning Amerika Qo'shma Shtatlari ifoda bildirishiga yetib keldi ve muhokama yig'ini ochadigan darajaga yetib keldi. Shuningdek siz Çavuşanning bugungi bu qilig'ining endi qanchalik nozik ve qanchalik sezgör bir harakatga aylanganligini ko'rib olasiz vatandaş. Anda to'g'ri betlarda kayni kelayotgan fikrlarda Jungoning bu ishda xavri bormi? Çavuşanning Rossiyaga askar chiqarib yordam berishidan Jungoning xavri bormi? Xavri yo'q desa bu oqmaydi, chunki Jungo bilan Çavuşanning munosabati intayin yaqin munosabat. Hozir Jungo hukumati Çavuşanni oldiga chiqarib Rossiyaga yordam berishga askar avatib Ukraina urush qatnashtirishdan maqsad nima? Jungoning bu yerdagi ilgari keyinki ko'ngliga tukkan yoki o'zi neydi bu ishi hisobliga yoki planlagan ochiq aytganda qarniyat zodi nima? Agar bu qarniyat deyilsa, hozir birinchi bo'lib Çavuşan Rossiyaga askar chiqadi deyilsa, agar oldingi shart, agar Çavuşan Ukrainada harbiy maydon, harbiy front oldin hisobga berib Ukraina qarshi urush e'lon qilsa va shundaqla Ukrainaning nazarida o dushman tarafga yoki harbiy nishonga aylanadigan bo'lsa, u vaqtda Jungo Kompartiyasi Rossiyaga yordam berib Ukraina qarshtirib urush qiladigan askariy qism avatish kerakmi Rossiyaga? Hoş, muşundaq ahvalda, muşunun münasebetlik, del Çavuşanga münasebetlik, Janubi Koreyaning bu voqealarga tutgan munosabati nima bo'ladi? Masalan, Koreyaning
Mesela başlı ettik ko. Hazır Washington yığın açıdı. İki devlet Amerika Koşmuş Ştatları Koriya dedi. Yani bu yığın aldığımızda görmez vatandaş. Bırak Cungo'nun pozisyonu boyunca etkanda, meydanın boyunca etkanda, Çavuşan bilen boğan kadinaslıqıdan etkanda, Cungo mu Çavuşan'a ergişip Rusya'ya yardım verişken harbiy koşun, yani Ukrayna karşı Rusya'ya yardım verdiğin harbiy koşun evet iş gerek mi? Biz tünükün dedik, vaziyet nazuk dedik. Yani hazır bugün dedik, vaziyet nazuk. Eğer muşu derziga, yani muşu mecburiyetki yetip kildiğin bolsa, Cungo Kompartiyası. Zaten nemiş kılış gerek. Bunu biz koymadık. Reallik oturup koyuvatkan sual vatandaş bu. Reallik kısa pozisyoya geldi Cungo Kompartiyası'nı. Ya ki Cungo Kompartiyası yüzü taptı bunu deyimiz. Çavuşan bilen boğan münasebeti nazarga alsanız. Ya ki bugünkü dünyanın realliği Cungo Kompartiyası'nın şu yolda menişiğe mecburlu deyip mi? Tahlil kılsanız buluyor vatandaş.